Assalomu alaykum. Biagomus Vodiy o'z kanali a'zolari. Barchalaringga xayrli kun tilagan holda videolarimizni boshladik. Bugungi sanamiz 2026-yil 26-aprel hafta kuniga nima yakshanba kunida turibmiz. Dam olish Xudo xolasa bugungi dastavkamiz Toshkent shahar Ohangaron tumaniga 10 kvadrat 21 ta banankarovkada cho'lchaklarimizni yetkazib keldik. Bittasi bonus. Joy tayinlab mana shu yerga o'rnatyapmiz. Xudo xolasa zichliklarni ham ko'rsatamiz. Juda ham go'zal holatda. Ana, mashalloh, bo'sh holatda. Xudo xolasa hamma korobkalarimiz bir xil. Mana Kimga kerak bo'lsa bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. mana shu Cho'lchaklar holati. Shunday juda go'zal holatda. Kimdir mana shu Biagomus biznesini boshlamoqchi bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Xudo xolasa bu yerda chiqqan mana shu Biagomuslar birinchi o'rinda. Nimani aytib o'tmoqchiman? Biagomuslar ko'paysa, inson sog'ligi uchun birinchi o'rinda muhim tomoni adirlik joylarda yerning namligini yaxshi ushlaydi. Dehqonchilikka juda samarali. Biagomus albatta sekin-sekin insonlar buni o'rganib bo'lyapti. Birinchi bilib qolishdi. Cho'lchaklarimiz holati yaxshi. Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi. Yanagi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayr. Videoda kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yinglar. Mana shu videomiz rivojlanishi uchun sizlarni qo'shgan bo'lasizlar. Bittadan like bosib, podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysalar juda xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.